Koreyada qimmat mashinalar nalog to'lamaslik uchunmi? Hozir shu to'g'risida gaplashamiz. Bu shaharlarda odamlar nalogdan qochishmaydi. Bu yoqda odamlar nalog hisoblashadi. Koreyada qimmat mashina maqtanishdan tashqari bu vosita, moliyaviy vosita. Qog'ozda daromad kamroq, nalog ham kamroq. Bu fokus emas, bu qonun. Bu mashinani benzini, sug'urtasi, servis xarajatlari hammasi mashina narxiga kiradi. Shu hammasi biznesda rasmiy xarajatlar hisoblanadi. Shuning uchun koreyslar Genesis, Mercedes, BMW, Porsche'ni tanlaydi. Zo'r bo'lgani uchun emas, balki raqamlar to'g'ri kelgani uchun. Lekin bu hammasi oson emas. Tekshiruvlar, cheklovlar bor. Agar siz haddingizdan oshadigan bo'lsangiz, javobga tortilishingiz mumkin. Mana shuning uchun bu yerda qimmat mashinalar ko'p. Fond uchun emas, hisob-kitob uchun. Bir xillar uchun bu g'alati tuyulishi mumkin, lekin koreyslar his-tuyg'ular bilan yashamaydi. Ular uchun faqat jadval, raqamlar hisoblanadi. Avtobozori uchun esa bu bitta narsani anglatadi. Yangiga yaqin mashinalar, kichik probeg va foydali narxlar. Koreyslar naloglarni optimallashtirayotgan paytda siz koreys avtobozorlaridan yaxshi narxda mashinalar topishingiz mumkin.